Xalqimiz shunday bir aksiyalardan foydalansa bizlar ham quvonaveramiz. Uning izidan bir like bossalar dim quvonamiz azizlar. Assalomu alaykum, bormisizlar musofirdagilar, u yondagilar, bizlarni hurmat, izzat qilib, e'tibor bilan kuzatadiganlar, bormisizlar? Chiroyli bir like bosib beringlar, kommentariya yozinglar. Hamroha keldik. Bu yerda Hazaras tumanining markazida, sentrda joylashgan. Bu yerdan kelsangizlar Muhammad tarafdan kelasizlar, ya'ni Shohpir masjidi yandan kelasizlar. Bu yerdan kelsangizlar sentri ichina. Hazarasliklar bu manzilni biladingizlar, hamroha keldik azizlar. Endi 6-martdan 23-martgacha Artel, Shivaki shunday brendlarida xudo xolasa aksiya bo'lib turibdi azizlar. 20-25% aksiya. Avalona bo'lgani konditsionerda azizlar, Avalona. Artel Shivakilarga ham yerda konditsioner bo'ladi bo'lsa, ular ham butun aksiya berilgan. Hozirda endi gullar qizib boshladi, baribir uylara bu toshkaya baribir konditsioner yo'za birsizlar-ku. Shunday imkoniyatdan foydalaninglar. Bo'lgani 23-martda amaliyotda shunga uspida qilinglar. Endi biz hozir giramiz, nasib etsa shuda hamkor shu magazinining, hamkor brendining, ya'ni xodimlari bilan bir kichkina bo'lsa ham qo'ldan kelgancha bir ma'lumot olib boramiz, ma'lumotlarni tushuntiradilar. Sizlar bir yerda o'tirib olib, kuzatsangizlar xursand bo'lamiz. Sizlardan faqat shu bizlarga fikr, kommentariyalari shunday qoldirib qo'yasizlar. Obuna bo'lmasangiz obuna bo'lasizlar. Biz sizlar uchun xizmat qilamiz. Giramiz hozir. Nasib etsa. Assalomu alaykum, yana bir bor. Yaxshimisiz, sog'ligingiz rahmat. Endi qara, endi aksiya bilan bir bizlar obunachilarni yana bir donishtirib beraylik endi. O'tgan safar ham oydin ko'pchilikga yozdi, ina misol uchun. Shudan ko'proq narsa xarid etdik. Sizga menga rahmat aytdilar. To'g'risi. Shu aksiyalardan foydalanib tursalar, to'g'risi sizning uchun, mening uchun ham bir savob bo'ladi. Tem bo'li ro'za Ramazon oyida bir ko'rishib olasiz, undan keyin yo'lga tayyoramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hamroh Hazaras filialida aksiya boshlandi, ya'ni 6-martdan 23-martgacha Artel va Shivaki brendlaridagi belgilangan mahsulotlarimizda 25% chegirma yoki 20% bonuslarimiz boshlandi. Endi 6-martda boshlangan, 23-gacha davom etadi. Video davomida to'liq bonusni, chegirmani, hammasini to'liq tushuntirib o'tamiz. Lekin vaqtlarni ajratib ko'rgan narsa ish qilib. Havo, bemalol. Nasib etsa. Endi nedan boshlaymiz? Qani endi bir yandan ko'rsatib o'tsangiz. Bu yerdan xaladniklar tarafdan boshlasak bo'ladi. Shu ishki men beklab bering o'zim. Salgina shovqindan chetda bo'ladi. Qani xaladnik to'g'risida ma'lumot berasiz? Endi aldimiz bahor yoz. Endi ko'pchilik do'konchilarimiz uchun ham bitta vitrinli xaladniklarimiz. Bular ham Artel, Shivaki, bular ikkalasi ham aksiyada turibdi. Ya'ni qarang bunda Artel vitrinimiz 25% chegirmadan muddatli to'lov oladigan bo'lsalar, o'zi aslida 8.625.000 so'm sotilgan xaladnikimiz hozirda muddatli to'lovi 6.468.000 so'mga xarid etsalar bo'ladi. Ya'ni 6 oy, 12 oy yoki 24 oy muddatli to'lov olishlari mumkin. Agar 3 oylik foizsiz variant olaman desalar, bu yerda 8.625.000 so'mga eldan 10% to'lov etib turib, qolgan 90%ni 3 oy foizsiz bo'lib olsalar bo'ladi. Agar yo'q, men chegirma emas, bonus olacakman, bunga qo'shib boshqa sovg'alarni qo'shib olaman desalar, bu yerda shu 8.625.000 so'mga 20% bonus oladilar. Ya'ni buning ham 20% kam bo'lmaydi. Tushunarli. Xolasa bonus oladi. Xolasa bo'lmasa shu ishdagi chegirma pulidan olib ketadi. Ha. 23-martda o'ngazdi. Bu yerda yozib ham qo'yibmiz 6 oy, 12 oy, 24 oy necha so'mdan tushishi, chegirmadagi narx qarang. Oddiy ishi 24 oy chegirmadagi siz tushuntirib o'taman. 24 oy bu yerda 480.000 so'mdan tushib turibdi. Bu 25% chegirmada. Bu yerda endi 20% bonus oladigan bo'lsa, 24 oy 640.000 so'mdan tushib turibdi. Ya'ni lekin bunda bonusda vach qo'shib beriladi. Qo'shib beradigan narsalar bo'ladi. O'zinda. Ha, endi tushunib olsangiz bo'ladi. Kelsalar batafsil o'zingiz tushuntirib batafsil yana ma'lumotlar beriladi. Endi yana inglizlar. Bu yerda yana Artel xaladniklarimiz, Shivaki xaladniklarimiz, ulardan ham 25% chegirma bonuslar bor. 25% уже yetdi yana. Bu deyani 4dan 1 qismi yo'q. Ha, ham zavoddan necha narxda chiqib turgan bo'lsa, shu narxda sotilib turibdi-da. Hamma vaqtdan bo'la olmaydi, hamma aksiyalar. Tushunarli. Obunachilar o'lib qolsangizlar yaxshi bo'ladi. Shularga yana nov salomat desangiz ham to'ldirishingiz qiyin bo'ladi. Avalon xaladnikimiz buni pasimi buz qara? Ha, vazn shunday bo'ladi, ya'ni
havo yordamida mahsulotingizni tabiiy holda saqlab qolinadi, puflab sovutiladi. Qurolbalidan emas, hozir qaysisini tavsiya berasiz misol uchun? Endi hozirgi kunda o'zi aslida invertor, воздушный холодильникlarimiz yaxshi endi. Bular ishlar aytib olamizmi? Ha, bemalol aytib olamiz. Sababi bu invertor past tok kuchlanishidan ham bemalol ishlab beriladi. Keyin qarang, mana 10 years tak o'tdi. Ya'ni 10 yil motorna garantiya bunda. Bundami? Ha. Endi RTL, Shuaki, Samsung, LG deysman hammasini холодильникlarimiz 10 yil motorna garantiya bo'ladi. O'zining servis garantiyalari ham bo'ladi. Ya'ni 1 yilda 3 yilgacha. Tushunarli. Modelni qarab o'zgartiradi. Endi bu yerda avtomat kirmashinlarimiz bor. Endi obunachilar ko'rib hozir nechun bilan arasi bo'sh turibdi deyishlari mumkin. Ya'ni aytib o'tganimdek, bizda hozir aksiya sabab. Ya'ni RTL bilan Shuaki modellaridagilar galadi qarshi sotilib ketadi. Galadi qarshi sotilib ketadi. Hozir bemalol galavasizlar, xohlasalar zakaz bersizlar, bizlarga kelib bu narsalardan hech qanday muammo bo'lmaydi. Endi akkalib beriladi hammasidan. Yana yo'lda yo'tir xudo xohlasa bular. Tushunarli. Undan tashqari bular do'konda ko'ri RTL Shuaki bo'lmagan degan obunachilar ham bo'ladi. Yo'q, bizda hamma modellardan bor. Misol uchun kirmashinlardan LG deysizmi, Samsung deysizmi, Avalon deysizmi, Zifler deysizmi, hammasidan bor bizda. Bemalol gelib ko'rarasiz. Endi siz aksiya tushganlar haqida gapirasiz. Ha, endi aksiya asosan endi aksiyaga urg'u beribman-da. Tushunarli. Qani o'zi kelib ko'rib oladi. Bemalol ko'rib, aylanib. Lekin ulardan mana qarang LG degan, bular aksiya tushmagan brendlar, to'g'rimi? Bulardan shu kirmashinlar, ya'ni siz aytgandek 5 million 850 ming so'm bo'ladigan bo'lsa shuni 3 oyda o'zini pulini bo'lib to'lashi bor. Bo'ladi. Bu aksiya unga narsa umuman daxli yo'q u narsa. Hech qanday daxli yo'q. Ana. Medina ko'rsatib o'taman endi, siz aytib o'tdingiz. 580 ming so'm to'lasalar, ayir tashimiz buni 5850 dan qolganini 3 oy bo'lib beriladi. Plus 4% da bonus beriladi. Keyin siz obunachilar orasida endi avval video qo'yganmiz. Avval bizdan narsa olsalar, keyin narsa olaman desalar, ularga 6% beriladi. Yodda qo'yasizlar yana. 6%? Yo'q, 6% bonus beriladi. Unda yana misol 5 million 850 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, qirita 150-200 ming so'm boradi. Ha, shunday bo'ladi. Keyin, yo'q, men muddatli to'lov shart emas, ustunda naqdlik kitaman deydilar, 8% gacha chegirma bo'ladi. Hamma mahsulotlarimizda shunday bo'ladi. Tushunarli. Anasi. Endi yana ma'lumotlar beriladi. Keyin plisoshlarimizda yana Shuaki modellaridan bular ham 25% chegirma, 20% bonus. Qarang, chegirmadagi narxi 908 ming so'm turibdi. 24 oy 67 ming so'mdan, 12 oy 105, 6 oy 181 ming so'mdan. Bunda keyin 20% bonus ham olishlar mumkin. 1 million 211 ming so'mga 20% bonus. Tushunarli. Shunday. Buning ham har xilisi bor. Qarang, obunachilar bu tarafdan tutib arka tarafdan misol uchun ne bor ekan bu yerda? Bemalol pilisos har xilisidan asoslanib bo'ladi ekan. Turlaridan ko'p. Bular qiziqdi meni ko'pchilik endi biz endi yangi oilamiz katta xolodilnik shart emas, degan insonlar bilan bo'ladi. Bu 3 million tushdi, 4 million. 3 million turibdi bu 25% chegirmada 3 million. 24 oy 223, 6 oy 598 ming so'mdan. Xohlasalar 4 million olib turib 20% bonus olishlari mumkin. Tushunarli. Qo'shimcha yana narsa olaman desalar, bonus olganlarimdan qo'lroq. Xolosa Shuaki, xolosa bundan olaylik. Ha. Gaz plitalar, tashkillar. Har xil brendlar bor. Bu yerda endi pol avtomat kirmashinlarimiz, keyin gaz plitalarimiz. Bularning ham RTL va Shuaki modellaridagilarning hammasini 25% chegirma, xohlasalar yoki 20% bonus olishlari mumkin. Gaz plitalarimiz ham amal etadi. Misol uchun endi bu yerda birisini narxini ko'rsatib o'tamiz. Shuaki gaz plitamiz 3.291 ming so'm 25% chegirmada turibdi. Xohlasalar 20% bonus 4.388 ming so'm 20% bonus olishlari mumkin. Ya'ni bunga yana mahsulot qo'shib olib ketadilar. Tushunarli. Shunda biz zinashib 900 ming so'mlarga boramiz onasi. 20%. Havo. Shu atrofda bo'lar ekan, Ha, 1 million atrof bo'lib chiqadi. Keyin elektr duxovkalarimizdan shu chegirma bonuslarimiz amal etadi. Bularda ham shu narsa bor. Bulardan ham bor. Mikrovolnovka, bular ham hamma narsa ketaveradi. Televizorlarimiz ham shu RTL va Shuaki brendlaridagi 32 likdan tutib davoni ketaveradi. Kattasi, kichkisi hammasini 25% chegirma, 20% bonus. Xohish o'zlarida bo'ladi. Tushunarli. Buni bir aytib, bir yo'rtsan aytib o'tkazsangiz, misol uchun. Misol uchun RTL televizorini aytamiz. 25% chegirmada 43lik RTL TV LED 43lik 2.796 ming so'mdan 425% chegirmada. O'zi aslında 3.728 ming so'm sotilgan. Xohlasalar shu 3.728 ming so'mga olishlari mumkin.
20% bonus bilan birga. Ya'ni bundan ham yanına narsa qo'shib olib ketadilar. 24 oy 207 ming so'mdan tushib turibdi. 24 oy 276 ming so'mdan tushib turibdi. Xohlasalar shu 3728 ming so'mda hech qanday foizlarsiz 3 oy bo'lib olsalar ham bo'ladi. Tushunarli. Xarid etish uchun bir pasport o'zi kifoya, shunisini aytib o'tmoqmiz. Shartnoma rasmiylashtirishi. Ish haqqi kerakmi? Yo'q, ish haqqi kerakmaydi. Agar u joyda ishlaydigan bo'lsa bo'ldi. Ya'ni rasmiy bank bo'ladigan bo'lsa, налогda oylik daromadi ko'rinib turadigan bo'lsa, bir pasport o'zi yetarli. Keyin pensioner odamlar ham bir pasport o'zi yetarli bo'ladi. Endi hozir men ichida ishlamayman. Men olib bilamanmi o'zim? Bilasiz, bemalol bilasiz. Hech qanday muammolarsiz, to'siqlarsiz bemalol xarid etib olsangiz bo'ladi. Ya'ni siz yaningizda 20 yoshdan o'tgan ukangizmi yo bir jo'rangizmi farqi yo'q. 20 yoshda o'tgan bo'lsa bo'ldi. Ular ham yaningizda guvoh olib beradilar. Shundan keyin sizga bo'lib beriladi. U chegirma bonuslar hammaga birdek amal etadi. Tushunarli. Mana obunachilar kerak bo'lsa har xilini alaylar, so'qishmalkalar bor. Biydagi narsalari agar shunda 20% bonus oladigan bo'lsa, kerak bo'lsa 4% bonuslardan bemalol xarid etib olsalar bo'ladi. Qo'shimchasini. 4% bonuslardan bedan vajal ketsa bo'ladi. Bemalol bonuslar tanlab olib ketaveradilar. Ana. Bonusiz yetgan darajada. Yine yangilik. Endi bayanamiz xudo xohlasa isi chiqib ketdi. Bu yerda hammaga kerak bo'ladigan konditsionerlarimiz, ya'ni avvalon konditsionerlarimiz ham 25% chegirma, 20% bonus xohlasalar. Oddiy 9likdan misolat ko'rsatamiz konditsionerlar. 9likmi bu? Ha, bunisi 9lik, 12lik, yoniga ketaradi. Ila 6 milyon 494 ming so'm 25% chegirmalar turibdi. Xohlasalar 8 milyon 659 ming so'm muddatli to'lov olib turib 20% bonus olsalar bo'ladi. Bonusda endi sovg'asini o'zlari tanlab oladi. Konditsionerlar xarid etadigan bo'lsangizlar, hurmatli obunachilar, uyingizga olib borib, o'rnatib, hech qanday ustoz tutib o'tirmaysiz, o'rnatib, keyin o'zlarimiz endi o'rgatib, ishlatib ishlatishlari hammasi aytib o'tiladi. Servis garantiyalari ham bor bo'ladi. Garantiyasi bor. Hamma mahsulotimizda servis garantiyalari bo'ladi. Qarang, Avalon brendida bo'lgan konditsionerlarda-da. Avalon brendining konditsionerlari. Chegirma bor. Keyin boshqa konditsionerlarimiz Artel va Shivakilar ham bulardan ham chegirmalar bor. Mana yangiliklar. Arteldan ham bir misol keltirib o'taylik endi. Qani? Artel 12likda 25% chegirmada 5.808 ming so'mdan turibdi. 24 oy 431 ming so'mdan, 12 oy 673 ming so'mdan tushib turibdi. 6 oy bo'lsa 1.157 dan. Xohlasalar 7.744 ta xarid etib turib 20% bonus olishlari mumkin. Bunda bonusda xarid etadigan bo'lsalar 24 oy 574 ming so'mdan, 12 oy 897 ming so'mdan, 6 oy 1.542 dan tushib turibdi. Ya'ni ular asa. Asalar. Keyin qo'shib baradan sovg'alar ham bo'ladi, 20% bonus oladi masalan. Tushunarli. O'zi har bir narsangizni o'zi reklama tikayotgan vaqtingizda obunachilar o'zi bilib o'tiribdilar. Shunda novni xarid etsak ham shu 20% yo bonusi yo bo'lmasa o'zini pulidan qaytib beriladi degan misol. 25% tushib beriladi. Tushunarli. Semestitlar ish qilib Ariston uchun bu narsalar ham bonuslar olishsa bo'ladigan narsa. Bular ham yine ustalarımız için yine her xil instrumentlar kerak bo'ladi bo'lsa. Endi yuqoriga chiqamizmi? Chiqamiz. Buni ham yana ko'rsatib o'ting endi bu yerda ayollar uchun tikuvlari. Shu tikuv mashinalarimizning ham turli-turlilari kelgan. Bu yerda endi o zamonda ayollar uchun bego'y darashkalarimiz ham bor. Bularni ham ko'rsatib o'ting. Telefonlarimiz ham bor, hurmatli obunachilar. Telefonlar bor, har xillaridan bor. Hozir endi Samsung S seriyalari bilan iPhone'larimiz endi sotilib ketdi. Ular ham keladi xudo xohlasa. Xohlasalar iPhone'ni misol uchun iPhone 14 Pro Max olaman deyaptilar bor endi. Ular ham biza bemalol boshqa yerlardan olib ularni nasiya chiqarib beramiz. Tushunarli. Ular ham bonuslar amal etadi. 4%, 6%. Sotuvchi bilan o'zingiz gaplashasizlar. Buyoqni klientga o'zingiz tushuntirib o'rtada urib berasiz. Tikuv mashinlarimiz. Eng trenddagi tikuv mashinlarimiz Jacklari. Endi eng ko'p sotiladigan, eng ko'p tikuvchilar so'rab keladigan tikuv mashinlarimiz shu. Jack emas, arzonroq variantlari kerak desalar, Bius bor, Bayo bor, Fintex bor, har xilisidan bor. Ularning stollar ham bor, endi hozir joy egallamasin deb shunday vitrinni bu endi sotilsa stoli bilan sotiladimi? Stoli bilan sotiladigan bo'lsa shu Jack o'zi shu 5 million so'm kerak. 5 million. 5 million. Tushunarli. Bular shu 3 oyda bo'lib to'lashi bor. 3 oy foizsiz. Anasi. Obunachilar, yerda kim hozir ayollarimiz uyda men ko'rib o'tirmay tikuvchilik etaman yo uyda bir boshqa tikaman deydigan insonlar ham
bemalol shudan asab bo'ladi ekan. Ko'pchilik tikuvchilar shu muddatli to'lov olaman deb bank orqali yoki boshqa joylar orqali kreditga chiqaraman deb qiynalib yuribdilar. Bunday qiynalib yurishlari shart emas, hamrohga kelsalar, hech qanday muammolarsiz 15 minut ichida, uzoq bilan 15 minut ichida muddatli to'lov olsalar bo'ladi. Ham ustamalari kam bizada. Boshqadagidek foizi ko'p emas. Tushunarli. Endi parutiklar ham endi bonuslari olib kelsalar bo'ladi. Bonuslari yo'q, qo'shib shartnoma tuzsalar. Bo'ldi. Ana esa obunachilar sizlarga yangiliklar. Endi ikkinchi qavatda. Ha, ikkinchi qavatda mebellarimizni ko'rib o'tamiz. Yuraveringiz. Aynan biza Shivaki 65lik televizorimiz bor. Bu narsa ham 25% xohlasalar chegirma olishlari mumkin. Xohlasalar 20% bonus. Buni savollar bo'lsa aytadi. Tushunarli. Bu endi aksiyadan foydalangan holatda 25% 20%ni. 20% bonus oladi xohlasalar. Xohlasalar 25% pulundan qaytarib muddatli to'lov olsalar bo'ladi. Hozir taxminan bu necha millionlik? Bu o'zi başından tushuntiraman. Avvalgi narxi, chegirmasi narxi 10.794 ming so'mdan sotilgan. Xohlasalar buni 25% chegirmada 8.095 ming so'mga muddatli to'lov olsalar bo'ladi. Qarang, 6 oy 1.612 ming so'mdan tushdi. 12 oy bo'lsa 938, 24 oy bo'lsa 600 ming so'mdan. Agar buni misol uchun 600 ming so'mdan tushdi, 24 oy oldilar, lekin uni vaqtidan avval yapadigan bo'lsalar, bu yerda yana summasi kamayishi mumkin. Ya'ni qo'shilgan ustamasi qaytadi. Keyin xohlasalar shu 10.794 ming so'mdan olishlari mumkin, lekin bonus olishlari mumkin. 10.794 ming so'mdan deyarli 2.100 ming so'mga yaqin bonus chiqadi bilsangiz. 2.100 ming so'mlik narsani televizorlarga qo'shib shunday olib bo'ladi. Ha, bu yerdan xohlasangiz ham bo'laveradi. Xohlagan narsani. Xohlasalar bu yerda idishlar to'planma, xohlasalar pastdan mayda-chuyda narsalarimiz bor. Duxovkalar ham beradi, mikrovolnovkalar, bemalol olsalar bo'ladi bu narsalar. Ana yangilik. Endi yana necha sotib endi bu ikkinchi etajda. Mebellarimiz, ustal kursilarimiz bor. Bu yering endi do'konimiz hajmi sal kichikroq bo'lgani uchun hamma mebellarimizni chiqarib bilmayapmiz. Bu yerda mijozlar o'zlari kelsalar, bu yerda bizda endi rasmlari bor. Xohlasalar sklat olib borib ko'rsatamiz. Qachon xohlasalar shuni 3 kun ichida uzoqi bilan endi dastavka uchirtini qarab uylarni olib borib beriladi. Bu narsalar ham bonuslarimiz chiqadi. Ya'ni endi avvalgi videoda ham aytib o'tganmiz, avval sizni videongiz orqali kelgan klientlarga yana qayta mijoz bo'lib keladigan bo'lsa 4% emas, 6% deb beramiz. Sizni endi obunachilaringiz bizdan endi shu vaqt aktiv yaxshi bo'lib bajarganlar, 4% emas, 6% deb beriladi. Agar shu mijozlarning do'lan kuni bo'ladigan bo'lsa 8% deb beramiz. Inoq yangilik. Agar shu mijozlarimiz izidan yana klient o'zlari yuboradigan bo'lsa, ularga 60 ming so'mdan bonus ham yozilib boradi. Shunday bor. Necha ham bo'ling. Havo. Ajoyib. Shunda xulosa aytganda mebellaring vibri ko'p. Havo, turlari ko'p. Endi agar mabodo skladdagilarni ham xohlamasalar, endi spalni mebellarimiz bor. Bu narsalar ham bemalol zakaz asosida yasab beramiz. Uylarni olib borib, o'rnatib, qurib berishlar ham tekin bo'ladi. Bu shoxonami bu? Havo, bu shoxona bu. Shoxonaning ham boshqacha ekanda. 3-4 xili bor. U endi skladda turibdi. Bu hozir aytib o'tib ketaveramiz mana shuni hozir. Necha so'mdan? Bu shoxona ugolokimiz, shoxona Andijonda ham nomlanadi. 9.438 ming so'mga turibdi. Bu kerakmi unga? Yo'q, bu jurnalniy stol отдельный, idishlari отдельный. Buni ugolokimiz o'zi kiradi. Ha. Xohlasalar buni 3 oy, hech qanday foizlarsiz, ustamalarsiz olishlari mumkin 3 oy, shu 9.438 ming so'mga. Bo'lib beradi. Bo'lib beradi, tamam, foizsiz 3 oylik foizsiz variant olaman desalar. Agar yo'q, men oyligim sal kamroq muddatli to'lov olacakman, kamroq summada tushsin desalar, 24 oy yoki 12-6 oy olsalar bo'ladi. Oylik to'lov kamroq tushadi, lekin ustamasi bo'ladi, vaqtindan yapsalar, ular ham qaytadi. Shunday nalari bor. 3 oylikni yaxshilab tushuntirib o'taman. Avval bilsangiz oldindan to'lov yo'q edi. Endi hozir kamida 10% ni to'lov etsalar, qolgan 90% ni foizsiz 3 oyga bo'lib beriladi. Ya'ni bunga 938 ming so'mni oldindan bersalar, qolganini 3 oyga foizsiz bo'lib beriladi. Ana bu narsalar. Endi sizlar ham ma'qul kelgan bo'lsa, taklif bemalol kelasizlar, hamrohdan ishingizni bitirsangiz bo'ladi. Yana ustar kursilar. Sifati nechik bo'ladi? Sifati cho'tki, hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari, yana aytganingiz skladda yana bunga 5-6 xil turlari bor. Bu yerda endi 12lik stollarimiz, xohlasalar 16lik yoki undan ko'proqni zakaz asosida oldirishlari mumkin. Tushunarli.
Mana boshqacha turlar ham bor. Endi kelsalar, sklada o'zimiz yopib olib kelamiz. Shunda umumiy holatda necha million bu? Bu stolimiz 7 million 688 ming so'm buning narxi. Shu 12 talik. Komplekt bo'ladi, bay? Ha, komplekt. Ha, bu pasudalar ekan aralashmaydi. Pasudalar endi endi shuning ichida pasudalar ham bar ekan, didanlar ham topiladi-da. Yo'q, pasudalari endi addinli. Ha. Agar hozirgi vaqtda keladigan bo'lsalar, shu bonusdagi narsalarimiz xarid etadigan bo'lsalar, pasudalar ham bonusga bemalol olsa bo'ladi. Ha, kirishi mumkin. Ha, bonus yetadigan bo'lsa, bemalol qo'shib olsalar bo'ladi. Hech qanday muammosi yo'q. Tushunarli. Yana sizlarga kerak bo'lsa, shkaflarimiz bor yana, aksiyadan foydalansalar bo'ladi. Bo'ladimi? Yakka shkaflar endi bular ham xarid etadigan bo'lsalar, uylarni olib borib, o'rnatib, qaytadan qurib berish hammasi tekin bo'ladi. Hech qanday ustoz nima bilmaydilar. 3 million 851 ming so'm ekan, Ha. 3 million 851 ming. Tushunlik holatda. Buning ham turlaridan ko'p, har xillari bor. Kelsalar endi shu aytganimni rasmlarni bemalol ko'rib tanlayveradilar. Sifatlari normalmi? Ha, sifatlarida hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bular shu 3 oy muddatda to'laydigan bo'lsalar, ne yo'q? Foizsiz. bo'ladi. Ashunda ham 10% to'laydi. Misol gapda bu yerda endi 10% kredit 380 ming, 390 minglar boradi ekanda. Tanlaxindan keyin to'lagan, oldindan to'lagan pullarni ayirib tashimiz, qolganini foizsiz bo'lib beriladi. Tushunarli. Endi ko'pchilik do'konlarda hozir bilsangiz yo'q, bu narsa 12 oy 24 oy oladilar. Lekin vaqtdan oldin pulus bo'lsa yopib tashlashingiz mumkin-ku. Yopib tashlasangiz ba'zi bir joylarda qaytmaydi summasi. Ha, shu tamom shu shartnoma bo'ldimi? Summani yopishingizga to'g'ri keladi. Bizda agar 12 oy yoki 24 oy yoki 6 oy olib turib, vaqtdan oldin yapsangiz, to'lagan oyingiz ustama solinadi, qolgan oying ustamalar esa qaytib tashlanadi. Bunday narsa endi ko'pchilik do'konlarda yo'q. Tushunarli. Bu narsam yoqdimi ha? Bu narsalar bu boshqacha ekan, odam zakat turadi. Buning ham turlari ko'p. Aslida nima deb aytiladi buni o'zi nasi nomi? Bu troyka. Troyka? Ha. Uylarga qo'yiladi, ajoyib turadi-da. Bunda pasudalar, bunda bo'ladi. Ham baribir ham hashamli ko'rinishi bilan bu yerga bir vid beradidan bu. Buni bu yerda summasi yozilgan ekan. Ha, bu yerda 6 million 875 ming so'm. 875 ming. Xuddi bir narsalar ham shu aytib o'tganingizdek 3 oy muddatda olaman desa, xudo xolasa yo'q. Foizsiz bo'ladi 3 oy. Foizsiz bemalol shu pulni to'lab olaveradi ekansizlar. Menimcha 3 oy, ya'ni 90 kunda to'lasangiz azob ham bermasa kerak, deymanmi? Qarang, 3 oy degan bilan u deyarli 4 oyda to'lab oladi-da. Sababi oldindan 10% to'layotganlar dedim-ku, 6 million 875 ekan, 687 ming so'm oldindan to'lasalar, keyingi oydan to'lab boshlaydilar. Ya'ni 4 oy cho'ziladi u. 4 oy ichida to'lasa bo'ladi. 4 oy cho'ziladi ekan bu. Keyin mijozlar orasida endi shunday vaziyat bo'lib qoladi. Endi bir kun plus bo'lsa, bir kun plus bo'lmay qoladi. Mabodo navdir sabab oyligingiz sal kechikadigan bo'lsa, endi bizlar undiruvchilarimiz telefon qiladi. Telefon qilgan bilan ham vaziyatingizni tushuntirsangiz, hech qanday foiz ustamalar qo'shilib ketmaydi yana. Tushunarli. Kechikadigan bo'lsa, ma'lum bir sabablari kechiksa. Shunday qulay taraflari ham bor. Mijozlari har tomonlama o'ylangan. Bu hamroh o'zi bank bilan ishlashami yo'qmi? Yo'q, hech qanday banklar aralashmaydi. Bank bilan ishlashmaydi. Yo'q. Bank bilan ishlasak, ya'ni aytganimdek muddatini yapadigan bo'lsangiz, foizlari qaytmaslik kerak qiladi. Bizda ustamalar qaytib ketadi hammasi. Tushunarli. Ya'ni foizlarimiz ko'p bo'lib ketadi. Bank aralashsa, bizda bank yo'q, hech qanday qimmat narsalar yo'q. Yan taraf ham birga ko'rsataylik endi. Kuxun yunqaloqlarimiz, bular stollar ham bo'ladi. Endi skladda turibdi, ya'ni qaytganimda hajmi sal kichikroq bo'lgani olib chiqib olmayapmiz. Bular men bu yerga ko'ribman, qarshi niyat etib turibman-da, endi hozir uy uzatib o'tman o'zim ham. Endi hozir tashqi qismini uzatishib jarayonlariga yetib xudo xolasa, bu yil ichonlar ham o'tish niyatimiz bor-da, xudo xolasa. Bu vaqtda bir mebel bilan nasib qarshi qarasam kellaga ketadi. Bu palon uyma to'g'ri keladi ekan, bu tiska uyma to'g'ri keladi ekan, baribir yaxshi niyat yaxshi-ku. Ha, obunachilar endi sizni gapingizdan men yodimga tushdi. Uyning tashqi qismini uzataman dedingiz-ku. Agar uyingizni remont etadigan bo'lsangiz, yo tashqi qismini men xohlasangiz, shifr va pol panel etadigan bo'lsangiz, do'konimizga keladilar. Bizlar bilan gaplashib, xohlasalar qurilish materiallarini shular ham muddatli to'lab olib beramiz bizlar. Ha, o'zingiz ular bilan gaplashgan holatda bo'ladi endi, voy. Ha, endi mijozlar bilan o'zlari kelishindi. Oylik to'lovlar aytiladi. Ma'qul kelsa, qurilish mollarini ham bizlar nasiya chiqarib beriladi. Tushunarli. Ulardan aytganimdek bonuslar chiqadi. Ya'ni 2 milliondan o'tmang, 4% bonus chiqadi. Agar bizda avval mijoz bo'lib yana oladigan bo'lsalar, 6% bonus ham beriladi.
U ham 3 oylik, 6 oy, 12 oy, 24 oygacha bo'lib to'lasalar bo'ladi. Tushunarli. Endi hozir shu qatorda shu uголоклari bir aytib o'tdik-da endi qo'ldan kelgancha. Bu narxini keladigan bo'lsak, 3 million 100 ming so'm bor. 3 million 100 ming so'm. Ha. Xuddi shu 2 tabletkasi shu durishang. Ha, keyin buni stol ham bo'ladi. Ha, o'zina plus stol o'zinda axir. Stol o'zinda. Buni ham shunda bular muammo bo'lmaydi ekan-a. Ha, endi 310 ming so'm to'lanadigan bo'lsa, qolgani o'sha. Bular shunday aytib o'tganlaridin 3 oy emas, 4 oy o'tib ketadi ekan. 4 deyarli 4 oyda bo'lib turadi. Ha, boshidagi 10% to'lasangizda bular 1 oy yurib ketadi ekan. Bu endi 310 ming so'm to'laganing buni ustidan olib ketadi degan emas, axir, to'g'rimi? Yo'q. Shuni o'zining ichindagi pul. O'zining ichidan bo'ladi. Ya'ni to'la oldindan 310 ming so'm bo'lsa, shu 3 million 100 ming so'mdan ayirib tashlaymiz. Qolgan summani 3 oy bo'lib beradi. Siz aytadigan bo'lsam, haqiqatdan ham zo'r ekan. Sababi hozir men 2-3 xil mebel olishim kerak bo'lsa, menda nalikchi pul bo'lmaydigan bo'lsa qiyin-da. Lutchi men aytib o'tirmanlar, 3 mebel ajakum pulini, misol 1 mebel olishim mumkin-da. Ha. Ana. 1 mebel puli bilan kelsangizda, yerda 3 mebel olasizlar yo 4 mebel olasizlar, har oyma-oy to'lab netib beradi, to'g'rimi? Keyin qo'lingizda yangi aytgandek kattaroq summa chiqqandan bo'lsa, eldan yap tashlasangiz ham bo'ladi-da. Summasi kamayadi yana. Endi men aytsakim baribir 3 oylik muddatda oladi bo'lsa, baribir ne o'zgarmaydi-ku. Muddat. Summa oladi-da. Ha, summa ustama qo'shilmaydi-da. 3 oy 4 oydan keyin qarabsizki, 3-4 xil mebel olgan bo'lsangiz, o'zingizdek hisobingiz o'tib turadi. Ha. Baribir zo'r ekan, haqiqatdan ham. Yana ne yangiliklar bor edi endi? Menda endi yaqinda uylanaman deganlar uchun spalni mebellarimiz. Bularning turlari ko'p. Bir yo'ldan tushib ketdi. O'tgan safar ham aytdingiz o'xshaydi. Agarda boshqa yerda ko'rib olsalar ham mobile aytsalar biza shuni muddatli to'lovga chiqarib beramiz dedingiz. Ana. Agarda endi yigitlar undan bundan uylangan jo'ralarning uyina borga olsam shu mebelni misol uylanmasdan burun ham o'zlari boradi-ku, mebel qurganna. U go'zina shu yoqqa olsam, siz shuni muddatli to'lov etib olib berishingiz mumkin. Ha, uni ham olib beramiz. Ana. Azizlar. Shuning uchun muammo yo'q deyapman. Bizlar zaminda turlari ko'p. Ko'rsalar, mabodo shularni xohlamasalar, siz aytgan narsani aytib beramiz. O'zingizdan ko'p. O'zlarimizdan ko'p. Endi balki buni ko'rgan ham, to'g'ri, balki buni ko'rgan ham sizlarda bo'lishi mumkin. Ha, u ham bor. Sizlarda bo'lishi mumkin. Shuni aytib turibman, endi o'zi nonni xohlasa, shuni aytib beraverasizlar, gap qisqasi. Shunday bir gaplar bor. Hamroq qulaylikka bir qadam deganda shu narsadan. Shiorimiz shu. Zamon texnologiyasi shunchalik rivojlanib ketdi. Mana. Lekin bo'lgani yaxshi ekan baribir. Nechun desa, har kimning imkoniyati har xil-ku. Ha. Shaxsan o'sha deb aytaman, kerak bo'lsa, men ham hozir bir tomonda yuzatib turgan yerimda bir ishini jihozlarni ham derri yoyib berishsa, to'g'risi men ham azizlik etaman. Birdandan keyin. Shuning uchun menga lekin ma'qul ekan, haqiqatdan olaman desam, bir ko'chib borasiz-ku toza joy. Ko'chib borganda sirazi mebelini, kuxonnisini, boshqasini ham hammasini ham qo'yib turib, so'ng hamroh bilan kelishib ishlasa bo'ladi ekan. Ajoyib. Bu yangiliklar uchun rahmat. Qo'ldan kelgancha shu vaqtlarni ajratganingiz uchun. Nasib yana yangiliklar bo'lsa aytasizlar, bemalol xalqqa chiqarib turamiz. 6-martdan o'sha boshlangan bu aksiya 23-martdan davom etadi. 23 kunigacha ham bo'ladi. Ha, 23 kun ham amal etadi aksiya. 24-ni o'tdi, tamom. O'sin olmaysilar qiyin. O'sin undan keyingi aksiya qachon bo'ladi, uni hech kim bilmaydi, to'g'rimi? Ha. Keyin hurmatli obunachilar uchun shundan bir bizning xizmatimiz bor. Endi avval ham aytib o'tganmiz, endi eslatib o'taman. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz-ku. Bizlar aloqaga chiqsalar, mabodo kelishga qiynaladigan bo'lsalar, bizlar aloqaga chiqsalar, o'zlarimiz mashinada borib, kelib, yana shunday ish joyisini ham yo uyini ham olib borib kelamiz shunday. Hech qanday imkoniyatlari shunday bo'lsa, ha, mabodo shunday bo'lib qolsa. Endi nima desam bo'ladi? Men bolam borib kelma kasalligini o'rtanama deydi. Atalarimiz, analarimiz bo'ladi-ku baribir. Ha. Qiynaladigan bo'lsalar, bizlar aloqa qilsalar. Muammo yo'q. Endi meni kanalimda bor, nechun desa, bizlar ham 3000 noshtaxi xizmatlarimiz, atalarimiz, analarimiz tabriklaymiz. Shu insonlar ichida balki kimdir otash balam menga yoqadigan bir narsa chiqaribdi, lekin borib kelma kasalligini qiynalib turibman deydi olsam, telefon qilinglar, ekranda telefon nomerlari turibdi, hamroh shunchaki. Salomat bo'ling. Siz ham rahmat. Xalqqa shunday bir manfaatli videoroliklarga chiqarishga yordam berish uchun Allohim hamroh yuksalaversin gap qisqasi. Rahmat. Bizning niyatimiz shu. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Obunachilar o'zingizga asranglar. Yangiliklar xudo xolasa ko'p. Ko'rib boraringlar.